Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan bugun Dilis Turdukolov kanali. Bugungi videoda biz akkaunt obzor qilamiz. Qani bo'lmasa bugungi videoni boshladik. Videoni boshlashimdan oldin albatta kanalga obuna bo'lib, like, podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Bu men uchun keyingi videolarni chiqarishda katta motivatsiya bo'ladi. Qani bo'lmasa akkaunt obzor qilishni boshladik. Akkauntga keladigan bo'lsak, akkaunt level 78 95 3 reytingga ega, 74 ta birinchi o'rin, 6 ta ikkinchi o'rin, 4 ta uchinchi o'rin olingan. Stadionga keladigan bo'lsak, stadion full holatda. Mana endi akkauntga keladigan bo'lsak, eng avval akkauntda qizil kartali o'yinchilar 19 ta. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov ham olingan. Ular reyting ko'tarildi. Barkalyan reytingi 85, Konya 84, Charlotte 84 reytinggacha chiqdi. Norvegiyalik Williams ispaniyalik 84, bu ham Elanga Shvetsiyadan bu ham 83 reytingga chiqdi. Tezliklari ideal holatda. Yon Van Bissa kongolik bu ham 83 darajaga chiqdi. Williams ham tezligi 91 ekan, ajoyib. 83 holatda. Makkeni amerikalik 84 holatga chiqdi. Bu ham Joe Felix portugaliyalik 83 holatda bu ham chiqdi. Nidai senegallik o'yinchi adashmasam 83 holatda. Omar Marmush buni ham tezlik bilan tezlanishadi. Super darajada ekan. 83 holatda. Onana 83, Aytnuriy Zo'rlik ham 83 holatda. Paragvaylik Abduratti 83. Güler 82 holatda qolib ketdi. Afsuski. Jek 82 holatda qolib ketdi. Chexiyalik Abdulhamid Saudiyadan bu ham 82 holatda qolib ketdi. Robertson Shotlandiyalik bu ham 82 holatda qolib ketdi. Sanov Abduqodir Husanov bu ham 82 holatda qolib ketdi, lekin o'zbekistonlik futbolchi bo'lgani uchun bu akkauntimizga chiroy qo'shadi. Endi asosiy tarkibga keladigan bo'lsak, asosiy tarkibimiz xuddi shunday holatda. Qani bo'lmasa bular obzor qilishni boshladik. Mbappedan 5 ta chiqqan. 97 kontrol, 93 pas, lekin ideal holatda Mbappe ham. Bunga 3 tali beradigan bo'lsa 7 ta chiqadi. Bunga 3 tali berib qo'yamiz videoning oxirida. Dembele 93 stamina 5 ta chiqqan. Bu ham zo'r kuchaygan. Pedri men markaz o'yinchilariga asosan texnika bergan. Bundan ham 4 ta chiqqan. Ideal holatda bu ham. Bruno Fernandes bu ham 3 ta. Taklin darajasi 90, staminasi 98 bo'lib qolgan. Kim ham yaxshi kuchaygan. Vitinha ham xuddi shunday, Pedriday. Bu ham 4 ta chiqqan. Rodri bu ham zo'r kuchaygan. 300, 292. Endi himoyaga keladigan bo'lsa, himoyada Nuno Mendes 4 ta chiqqan. Ideal holatda kuchaygan. Afsuski Gabriel sal yeb qolgan. Taklirni 100 qilaman deb taklirni ham 100 qilolmay qo'yganman. Darajasi 100, strong darajasi ham 100, taklin 98, 99 tezlik 89 tezlanish. Hakimi ideal holatda kuchaygan 4 ta pasdan. Donnarumma GKR darajasi 100, GKH darajasi 86 bo'lgan. Bu ham yaxshi emas. Thibaut Courtois 92 ga 93 bilan zo'r kuchaygan. Bu ham 2 metrlik darvozabon. Bastoni bu ham ideal holatda kuchaygan. 400, 92, taklin darajasi 92. Trent Alexander-Arnold bu ham faqat fitness berganman, lekin shunga ham 300 chiqqan. Moises Caicedo Chelsea o'yinchisi ham 400 chiqqan. Ideal holatda kuchaygan. Jude Bellingham bu ham zo'r kuchaygan. 200. Tezliklar bilan tezlanishi ham zo'r. 98, 97. Endi Rivaldo o'ta go'zal kuchaygan. 600. Alvarez
Tez chiqqan tepasida faqat polni fitness berganman. Bu ham yaxshi kuchaygan, yomon emas. Yamal. Bu ham zo'r kuchaygan. Sot darajasi 3 kam dunyo bo'lib qolgan. Zo'r kuchaygan. Vinicius Junior o'ta go'zal kuchaygan, 6 tez chiqqan. 95lik kartasida. Salah. Bu ham 3 tez chiqqan, tepasidan afsus 99 bo'lib qolgan tezlanish. Speed darajasi bilan stamina darajasi 93. Lionel Messi 100, kontrol darajasi 100, pas 97, shot darajasi 99. Bu ham yaxshi kuchaygan, yomon emas. Kevin De Bruyne tez chiqqan, bu ham ideal holatda kuchaygan. GOAT bu futbol qiroli. 3 tez chiqqan, darajasi 98, shot darajasi 92. Fitness berganman polni, lekin shunga qaramasdan tepasidan 3 tez, 4 tez chiqmagan. Luka Modric bu ham ideal holatda kuchaygan, pasidan 4 tez chiqagan. Rodriger tez, bitta 90, bu ham ideal holatda kuchaygan. Dybala so'nggi yulduzlardan biri. Afsus bitta ham chiqara olmaganman, lekin zo'r kuchaygan bu ham. Yana Thiago Silva Dilisiga qaytdi, lekin Dilisdan yana yo'q bo'lishi mumkin. Sababi adashmasam Fluminense degan klubga yana qaytdi. U o'zini Portoda o'ynagandi, yana qaytdi. Dilisdan yana ketadi bo'lib qo'yish kerak. Navas Real afsonasi full qilgan. Shuningdek Cannavaro tushgan, klassik o'yinchilardan. Murabbiyimiz endi bu ham ketsa kerak, O'zbekiston terma jamoasi murabbiyligidan, yana ham bilmadim. Shuningdek bu yerda Uskoy tushgan pichli kartalardan, Sar tushgan, Berg norvegiyalik, Elliot Anderson, Thiago Villar darvozabon. Endi bu yerda kuchaytirmoqchi bo'lgan do'stlarim Robert Lewandowski ham olib qo'yish kerak. Reyting tushib ketadi. Dirishdan qolib ketishi ham mumkin. Carvajalga ham Van de Ven reyting tushib ketgan. Rodrigoni ham reyting tushib ketgan. Adashmasam 81 yo 82lik kartasi. Christian Eriksen bu ham legendalar. Pogba, Vardy, to'g'ri buni olgan emas, sababi bu 2.6 santimetrli gigant Tio Hernandez. Erling Haaland darvozaga qo'yib turamiz. Shularni kuchaytirishim kerak. Keyingi videoda ushbu futbolchilarni hammasini full qilamiz. Shu bilan bugungi videomiz tamom. Mbappega videoni tamomlashdan oldin frambos beradigan bo'lsak, Mbappe mana 7 ta o'ta go'zal holatda kuchaydi. Frambos bersa 7 chiqdi. Ideal super darajada Ronaldoning 98lik kartasida bo'ldi. Shu bilan bugungi videomiz tamom. Videomiz tamom bo'ldi. Sizlardan like, komment, obunani kutib qolaman.